Gematoma ko'pincha kefalogematoma bilan birga bo'ladi. Masalan, kefalogematoma bu miyadagi masalan bola tug'ilgandan keyin travma bilan tug'ilgan bolalarda ko'pincha holatda kefalogematoma degan boshi u yo bu qismida shunaqangi do'ngaklik paydo bo'ladi va bolada kefalogematoma ekan, urilib tug'ilibdi bola deb aytish mumkin. Lekin ba'zi holatlarda UZI tekshiruvlari yoki bosh miyani Doppler tekshiruvlaridan keyin bolada ichki gematoma yo miyani ichida yoki tashqarisida bo'lgan gematomalarni ham ko'rishimiz mumkin. Gematoma nima degani? Bu mayda qon tomirlarining yorilishidan oqibatida kelib chiqadigan holat. Ko'pincha yo homilaning ichida gipoksiya holati, ya'ni kislorod yetmasligi holati yoki qanaqadir infeksion toksinlarni ta'sir qilishi oqibatida mayda qon tomirlar yorilishi mumkin. Ko'pincha eng ko'p gematomani paydo bo'ladigan zonasi bu miyani qorinchalari bo'ladi. O'sha miyani qorinchalarida juda ham ko'p qon tomirlari bor, mayda qon tomirlari bor va aynan o'sha joyi miyani eng ko'p qon bilan ta'minlangan holat bo'ladi. O'shaning uchun aynan o'sha mayda qon tomirlarni bola zo'riqib tug'ilishi natijasida yoki qanaqadir o'sha aytganimdek gipoksiya, kislorod yetmasligi natijasida mayda qon tomirlar yorilishi mumkin. Endi gematomalarni ham nima deydi, darajasi har xil bo'ladi-da. Ko'pincha biz ko'radigan mana bolalarni UZI qilganda ko'radigan darajamiz 1-2 daraja bilan ishlaymiz. Bunaqa gematomalar davolamasa ham o'z-o'zidan so'rilib ketadi. O'z-o'zidan so'riladi va keyinchalik qanaqadir kista holatiga o'tishi ham mumkin. Ba'zi holda kista holatdan bo'lmasdan yo'q bo'lib so'rilib ketadi. Albatta qanaqadir simptomlar bo'ladi. Qanaqadir bezovta bo'lib qoladi bola yoki o'shani hisobiga talvasa xurujlari kuzatiladi deb aytolmayman. Har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin agar gematomaning darajasi balandroq bo'ladigan bo'lsa, ba'zi hollarda mana reanimatsiya bo'limlarida ko'ramiz, bunaqa bolajonlarimizni 3-4 daraja gematoma ekan deydigan bo'lsa, unda bu yangi svejiy deymiz, qon tomirlarining yorilishi va bu ko'pincha gemorragik insult holati bo'ladi. Parenxematoz qon quyilishi deb aytiladi. 4-darajali bu insult, gemorragik insult bo'lishi mumkin. Bolajonlarda bunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat holatda o'ynab kulib yurgan bolalarimizda UZIda как naxodka sifatida ko'riladigan gematomamiz o'z-o'zidan yuvib ketadigan, so'rilib ketadigan holat. Bunga ota-onalarimizning xavotir olishiga hojat yo'q. Lekin baribir mutaxassis ko'rigidan o'tib qo'yishlari kerak.